Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Yangi shaharda 6 oy mobaynida olib borgan ishlar yuzasidan qisqacha bir ma'lumot berib ketaman. Amalga oshirilgan ishlar yuzasidan umumiy statistika va tahlillarga qaratilgan bo'lsak, og'ir toifada yoshlar bilan ishlash yo'nalishida har bir mahallada yoshlar balansi shakllantirilgan va bu orqali 10.985 nafar yoshlar 3 toifaga ajratilib, 138 nafar og'ir ishsiz, 2239 nafar sariq, 8608 nafar yashil ular bilan individual ishlash tizimi joriy etildi. 2025-yilning 6 oy davomida yoshlar bandligini ta'minlash, ularni kasb-hunarga yo'naltirish va tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash yo'nalishida 328 nafar yoshlar bandligi ta'minlangan. Jumladan 18 nafar yoshlar o'tkazilgan mehnat yarmarka orqali ish o'rinlariga joylashtirildi. 103 nafar yoshlarga o'zini o'zi band qildi. 112 nafar yoshlarga 1.8 milliard so'mlik imtiyozli kreditlar ajratildi. 2 nafar yoshlarga subsidiya ajratildi. 13 nafar yoshlar kasb-hunarga o'qitildi. Misol tariqasida aytsam, yoshlarni tadbirkorlik va g'oya tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, ishbilarmonlik ko'nikmalarini rivojlantirish, yoshlar bandligini ta'minlash maqsadida 2025-yil davomida 112 nafar yoshlarga 1 milliard 825 million so'm kredit mablag'lari ajratildi. Yoshlarni tadbirkorga rivojlantirish, bandligini ta'minlash doirasida qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida 2025-yil 18 fevraldagi PQ 62 sonli qaror asosida Yangiyer shahrida 15 nafar yoshlar shakllantirib, kredit olish istagi yoshlar tashabbuslari o'rganildi. Ushbu yoshlar 2 nafar skoringdan o'tgan holda kredit mablag'lari ajratildi. 1 nafar yoshlarimiz Temurmark mahallasida G'ofurov Muhammadali Solijon o'g'li Paynet bankomatlarini tarmog'ini tashkil qilish maqsadida 100 million kredit ajratildi. Shukrona mahallasida yashovchi yoshimiz Ziyodullayeva Nozima Ne'matulla qizi shirinliklar tayyorlash va sotish yo'nalishida 50 million so'm kreditlar ajratildi. Ishga joylashtirish yo'nalishida migratsiya qilib qaytgan 36 nafar migratsiyadan qaytgan yoshlar to'liq bandligi ta'minlandi. Misol tariqasida ishsiz yoshlarni ishga joylashtirilgan tashkilotlar kesimida ko'rganimizda Yuksalish mahallasida istiqomat qiluvchi Parvarova Maftuna Ahmadqul qizi Yangiyer shahrida 9-o'rta maktabga psixolog lavozimiga ishga joylashtirildi. Otaliqqa olingan yoshlar bilan ishlash yo'nalishida topshiriqqa muvofiq har bir mahallada yoshlar balansi shakllantirildi. Bu orqali 10.985 nafar yoshlar toifasiga ajratildi. Mahallada yetakchilar tomonidan aniqlangan 179 ta yoshlar 10 ta toifaga ajratilib, 6 nafar huquq-tartibot idoralari hamda mudofaa organi rahbar xodimlariga biriktirildi. Yil boshida 116 nafar yoshlar daftarga kiritilib, 100 nafariga 84% yordam ko'rsatildi. Yoshlar daftari jamg'arma hisobidan 90 nafar yoshlarga 211 million so'm mablag'lar ajratildi. Jumladan 1 nafar yoshimizga imtiyozli kreditlar ajratildi. 1 nafar yoshlarga subsidiya, ijara xarajatlari, mehnat qurollari ajratildi. 31 nafar yoshlarga to'lov kontraktlari to'lab berildi. 13 nafar yoshlar safarbarlik chaqiruv rezerv xizmati uchun to'lovlar to'lab berildi. Yil boshida 283 nafar yoshlar uzoq muddatdan migratsiyadan chiqib ketgan bo'lib, migratsiyadan ketgan xorijiy davlatlar tahlil qilinganda, jumladan Rossiya Federatsiyasi 206 nafar, AQShga 5 nafar, Angliya 4 nafar yoshlarimiz migratsiyada ishlab yuribdi. 2025-yil davomida Yashil makon loyihasi doirasida 1200 dan ortiq ko'chatlar ekildi. Yangiyer shahrida prokuror va yoshlar bog'i tashkil etildi. Xorijiy tillarga o'qib, xalqaro sertifikat olgan yoshlar soni 124 nafarni tashkil qiladi. 5 tashabbus olimpiadasi loyiha doirasida shahar bo'yicha 15326 nafar yoshlar ro'yxatdan o'tkazildi. Shuningdek, yoshlar harbiy vatanparvar ruhida tarbiyalashga qaratilgan 28 ta tadbir o'tkazilib, ushbu tadbirlarga 557 nafar yoshlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishga qaratilgan. 185 nafar tadbirlar o'tkazilib, ushbu tadbirlarga 1834 nafar yoshlar qamrab olindi. Jumladan ushbu yo'nalishda shahar hokimi kubogi musobaqalar doirasida Yangiyer shahar birinchi olimpiya va paralimpiya yo'nalishida viloyat miqyosida ochiq
chempionatlar tashkil etilib, 1900 nafar yoshlar qamrab olindi. E'tiboringiz uchun rahmat.